Hammaga salom, hammaga yaxshi kayfiyat. Do'stlar, bugungi videomizda nafaqat O'zbekistonga bo'layap turgan hozirgi kunda arzon narxlar, ya'ni qanaqangi holatda siz hozirgi kunda aviabiletlar narxi 20 ming, 30 ming rublga chiqib ketgan taqdirda ham bizdan 12.900 rubldan aviabiletlarni xarid qilishingiz mumkin. Aynan Vnukovo aeroportdan degan savollarga javob berib o'tishga harakat qilaman. Buning uchun albatta siz videoni pastiga, videoni oxirigacha ko'rdim. Yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi, qaysiki skidkalarga ega bo'lish uchun va undan tashqari pastda Telegram kanalimizning silkasi bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ysangiz kunlik narxlar haqida to'liq ma'lumotlar, bizning manzillarimiz haqida, Kuzminki, Dubrovkada ikkita bor, to'g'riroq, va Volgogradskidagi manzillarimiz haqida to'liq ma'lumot berib borishga harakat qilganmiz. Va bugungi mavzumizda bir qancha narxlarni va sizlarga bir ikkita mavzularni tayyor qilib chiqarganman. Shular haqida atigi 5 minutlik videoni ichida sizlarga tezda gapirib, maqsadli shu sizlarga kerakli ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilaman. Jumladan hozirgi kunda QR kod orqali kelish holati qanaqangi bo'ladi 30-iyundan keyingi qarorga ko'ra degan savollangan. Jo'q, to'xtalib o'tishib ketishga qaror qildim. Albatta narxlarni o'qib berishdan oldin. Hozir e'tibor qilasiz. Bu hech qanaqangi muammo emas. Oldingidek o'sha Gosusluga приложениyaси bor. Gosuslugaga o'xshagan boshqa приложение qilindi. Xuddi o'sha приложение orqali shunchaki siz kirib, ism familiyangizni to'ldirib, o'zingizga o'sha kelishingizdan 48 soat oldin QR kodni olgan bo'lishingiz kerak. Kelganingizdan keyin bemalol QR kodni ko'rsatib, Rossiyaga kirib kelishingiz mumkin bo'ladi. Bu albatta shu yanada xavfsizlikni oshirish maqsadida qilindi. Aeroportlarda so'raladi yoki bo'lmasam chegaradan mashinada kirib keladigan holat bo'lsa. Xo'p, ikkinchi e'tibor qiladigan joyimiz, dokument bilan shug'ullanib turgan akalarimizda juda ham ko'p muammo bo'lyapti. Ya'ni singlistlarni qanaqangi qilsam bo'ladi degan. Singlistni qilishni bitta yo'li, agarda o'zingiz qilishni xohlamasangiz, nomerni eslatib o'taman. Meni o'zimni akamning nomeri, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Agarda sizga tekin qilmoqchi bo'lsangiz, uni ham sizga yo'lini aytib o'tib ketaman. E'tibor qilasiz. Agarda o'zingiz qilishni xohlamasangiz, shunchaki pasport jo'natasiz, sразу qilib berishadi. +7 915 064 1095 nomerlariga primoy yoki WhatsApplardan aloqaga chiqib, bemalol Sinils bilan pasport perevod shunga o'xshagan hujjat ishlaringizni bitirib olsangiz bo'ladi. Endi Sinilsda siz hozirgi kunda o'zingiz qilaman desangiz qanaqangi holat bo'ladi? O'zingiz qilaman deydigan bo'lsangiz, shunchaki pensionniy fondga borasiz. Imkoni bo'lsa bu yerda faqatgina bitta muammo, очередь bilan muammo bo'lishi mumkin. Aslida 1 minutda bitadigan ish. Agar siz shu deylik pensionniy fondga borib turib, shu Sinils olgani keldim deydigan bo'lsangiz, yangi Sinilsga, первичный Sinilsga sizga o'sha очередь beradi. Очередьni olganingizdan keyin o'sha avtomatik сразу pechatni urib qilib beryapti. Undan keyin Gosluga borib, o'sha Gosluga приложениyani ochtirib olsangiz bo'ladi. Va e'tibor qilasiz, Gosluga приложениyani ochtirganingizda juda ham ko'plab odamlarda подтвердить degan nimasi bor, tugmasi bor. Profilga kirganingizdan keyin men e'tibor qilsangiz, o'zimnikini rasmini ham qo'yib ketganman. Ya'ni shu narsa sizda ko'k galotga chiqish kerak, qaysiki siz biometriya qilishingiz, sim karta olishingiz uchun shu tomonlarga e'tibor qilib qo'yasiz. Xo'p, endi qiziqarli joyga kelib o'tamiz. Hozirgi kunda bizdan bemalol aviabiletlar narxini Samarqand yo'nalishi bo'yicha 12.900 rubldan xarid qilish imkoniyati 8, 9, 12 chizloga mavjud. Vnukovo aeroportidan 10 kg ruchnoy bilan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bu reyslarimiz Vnukovo aeroportidan uchadigan Pobedani reyslariga hozirgi kunda chiqyapti. Hamma uchun eng kerak bo'lgan, eng qiziq bo'lgan, juda ham arzon holatda kirdi chiqdini so'ragan akalarimiz bor. Shularga ham bitta sizlarga yo'nalishini aytib o'taman. Bizdan Armeniya yo'nalishi bo'yicha xarid qilsanglar bo'ladi. Alfa Travel Aviakasa Vodiy motor jamoasidan nomerlarimizni yana bir marta eslatib o'taman. Qaysiki xuddi shunaqangi kerakli ma'lumotlarni bilib borish uchun birinchi bo'lib turib pastda Telegram kanalimizga kirib obuna bo'lib qo'ying va undan tashqari nomerimizni eslab qoling yoki bo'lmasa saqlanib qilib WhatsApp, Telegramni yozsangiz, biz sizga to'liq ma'lumotini berib borishga harakat qilamiz. E'tibor qilasiz. +7 931 700 0077 +7 968 616 70 73 +7 996 101 88 88. Qaysi variant sizga udobli? Misol uchun telefon qilganingizda bizga juda ham ko'pchilik odam aloqaga chiqadi. Ajdan aytsangiz ikkinchi raqamga aloqaga chiqishingiz mumkin. E'tibor qilasiz. Tуда обратныйga bemalol bizdan 17.900 rubldan hozirgi kunda aviabiletlarni Gumri yo'nalishi bo'yicha xarid qilishingiz mumkin. Atigi 26 soatga borib kelish imkoniyati mavjud Armeniyaga va Vnukovo aeroportidan uchib Vnukovo aeroportiga kelasiz. Buning nima udobli tomonlari bor? Nima sizga qulaylik holati borki, siz shu variantni qabul qilishingiz kerak. Migratsionniy olasiz, hech qanaqangi muammoingiz yo'q. Bemalol Vnukovo aeroportidan borib kelsangiz bo'ladi. Samolyotda, mashina kabi vaqtingizni sarflab yotmaysiz. Atigi 26 soatda ishingizni bitirib kelsangiz bo'ladi. Chegarada hech qanaqangi misol uchun probka boshqa kabi sizni muammolar qiynamaydi. Samolyot bilan samolyotda borasiz, kelasiz. Farqi shu. Orada shaharda aylanib kelsangiz ham bo'ladi agarda xohishingiz bo'lsa. Xo'p. Menimcha sizlarga juda ham tushunarli bo'ldi. Kerakli ma'lumotlarni aytib o'tdim. Endi esa hozirgi kunda chiqyapti yo'nalishimiz, 2 dona yo'nalishimiz bor. Urganch bilan Termiz yo'nalishiga ham to'xtalib o'tamiz. Urganch akkalarimiz bo'ladigan bo'lsa, Rossiyadan O'zbekistonga hozir bemalol 11700 rubldan 13:40 da uchib 19:45 da qo'nadigan 23 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoy bilan aviabiletlarni bemalol bizdan xarid qilsanglar bo'ladi. 27-may, 6, 8, 13, 20, 22, 27 iyun kunlariga bemalol shu narxlarda aviabiletlarimiz mavjud. Bemalol 23 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoy o'zimiz O'zbekiston samolyoti Centrum Airga 3 vaqt soatlarini aytib o'tdim.
qiziqqanlar bo'lsa, shunchaki nomerlarimizga aloqaga chiqib qo'ysanglar bo'ladi. Termiz yo'nalishimizga keladigan bo'lsak, Termiz yo'nalishimizda sizga aytishimizdan sabab bitta. Ya'ni Dushanbeli akalarimiz juda ham ko'pchilik Termizga olishyapti. Shu holatda o'zi faqatgina haftaning 2 kuniga reys qo'yganlik hisobidan imkoni bo'lsa Termiz akalarimiz tezroq biletlarni xarid qilib qo'yinglar. Sababi narxlarimiz hozirgi kunda o'sha 17.500 rubldan boshlanyapti. 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bilan. Aka singillarim, videoni oxirigacha ko'rgan insonlar uchun skidkamizni eslatib o'tamiz. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, e'tibor qilasiz. Aviakassa Vodiy 24 va Alfa Travels promokodini ishlatish orqali bemalol skidkaga ega bo'lsangiz bo'ladi. Xudo xolisa bugunga shular edi. Kommentariy videoni oxirigacha ko'rdingizmi? Yozib qo'yishni esdan chiqarmang. Salomat bo'lasiz.